Eslasanglar, oldingi yil oktyabr oyida xuddi mana shu joyga urug' sepgan edik. Gazonni chiqarib olgan edik. Mana endi mart oyiga kelib, ya'ni oradan 5 oy vaqt o'tdi. Biz birinchi strishkani qilib oldik. Shu paytgacha unaqa o'smadi, lekin bu shoxladi va o'zi o'smagani bilan ildiz sistemasi zo'r ishlab bergan. Hozir apparat olib chiqib bitta kesaman desa zakonniy bo'lib chiqadi, shikolat bo'lib chiqadi. Lekin biz hozir kesmaymiz. Chunki bir qancha sabablari bor. Aytib o'tsam, mana buni ko'rasizlar, begin o'tlar. Mana buni ko'rasizlar, mana buni ko'rasizlar. Mana shular hammasini biz tozalashimiz kerak. O'zini maxsus dorisi bor, o'shani beramiz. Keyin mana buni ko'rasizlar, siyrak joyi. Siyrak joylarni ko'rasizlar. Mana shunaqa gazonni biz mijozlarga bera olamiz ham, bermaymiz. Uning uchun biz yaxshilab uddabrenda qilamiz. Mana bu begin o'tlar bilan kurashamiz. Chiroyli, krasavchik qilganimizdan keyin bemalol mijozlarimizga yetkazib beramiz. Hozirgi paytda sizlarning gazoninglar qanaqa holatda? Fikringizni kommentariyada yozib ketinglar.